Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Dakan ishqibozlar, parvozlar ko'klar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammaga yaxshi kayfiyat. Yangi videolarimizni boshladik. Ko'pchilik har xil video ko'rgisi keladi, lekin majburimiz kanalimizga kunda kunora video qo'yib turishga. Hamma ishga, sharoitga qarab video qiladi, endi vaqtga qarab. Biz endi ko'proq uydamiz, uyda xizmatlar bilan bu yoqqa chaqir, bu yoqqa chaqir, qarindosh urug'ga to'y, mana shunaqa hashar munosabatlar bilan endi bahor yoz kelyapti-ku. Faqat uydan video qilyapmiz. Orada reklamalarga chiqib turibmiz, lekin bozorlarga borgan vaqtimiz bo'lmayapti. To'g'ri tushunasizlar, uyda nima yangilik bo'ldi, nechta cho'ja ochib chiqdi, nechta cho'ja qayerga ketdi, ma'lumotlarni bizni eskidan 6 yildan beri ko'radigan aka-ukalar va obunachilar, shular uchun qo'yamiz. Mabodo videoyimiz sizlarga ortiqchalik qilgan bo'lsa, buni ko'rish shart emas. Buni tushungan odam, ko'rgisi kelgan odam, talab qilgan odamdan o'zi ko'rib tomosha qilib olaveradi. Oshcha fikr bildirish ham shart emas. Biz hech kimdan xafa emasmiz. Ko'ngli ko'targan odam tomosha qilib, like bosib qo'yishi mumkin. Xullas, bugungi uydagi ma'lumotlarni berishni boshladik. Garoy xo'rozimiz savdo ancha pishib qoldi, lekin hali kelisholmadik. Xudo xolasa bugun erta nasib bo'lsa buni ham chiqaveramiz. Makiyonimiz tuxumda, ishtahalarini qarang. Xo'rozimiz 5 kilodan og'ir, xudo xolasa nasib bo'lsa, buni zotlari shu mayda boshlariga oshib chiqadi. Ichkarida kul tovuq bosib yotibdi. Va sotilgan cho'jalar haqida ham ma'lumotni berishni boshlaymiz. Ko'pchilik buni Telegram kanalida savdo qilganligi uchun sotilib ketdi deb o'ylayapti ekan. Sotilgani yo'q. Bu Telegram kanalida savdo qilgan akalarimiz hali aloqaga chiqib pulini tashlab berishmadi. Shuning uchun turibdi. Biz oldik javob deyishdi, lekin hali puli tushgani yo'q. Bizga sanalgan hisob deydi-ku. Cho'jalarimiz moshni. Endi yangi kirgan obunachilar bu cho'jalarning zoti qanaqa deydi. Bu otasining o'yini Telegram kanalida 3-4 marta turibdi. Qop-qora xo'rozim bo'lgan, qora makiyon bilan olingan girrachi, tanachi girrachi xo'rozim o'yinini ko'rib, ular juda ham ko'p edi cho'jalar. Sotilib ketib, shu 3 dona qoldi o'rtoqlar. Joning sog' bo'ling. Mana do'stlar, bugun ham Qo'qon Dang'araga jo'ja chiqaramiz. Xudo xolasa barakasini bersin. Mana maka 3 xo'roz bolalardan 3 dona jo'natib yuboramiz. Mana do'stlar, 3 donasi mana xudo xolasa Qo'qonga chiqib ketyapti, barakasini bersin. Juda ham kamparlari. O'zi eng yiriga mana hormon chiqqan 1 oylik, lekin qarang, ko'pchilik 2 oylik deydi. Qo'qonga jo'jalarimiz ham jo'nab ketdi mana Dang'araga. Ortada mana bu 6 dona yapon cho'ja, yapon tovuqlar Namangan shaharda qoladigan bo'ldi. Xudo xolasa hozir berib yuboramiz. Mana o'rtoqlar, 6 dona yapon tovuqlar. Bular xudo xolasa xo'roz makiyon aralash, borgan joyda baraka topsin, o'zidan ko'paysin. Sep tuxum, tez kurb bo'ladigan zotlardan xudo xolasa. Shu bilan bizda yapon cho'ja hozircha qolmadi, keyingi oyga endi ochiramiz xudo xolasa. Mana o'rtoqlar, bu yerda 15 dona nakauchini bolasi. Nakauchini bolalari juda ham ko'p menda. Hozir buni boshqa bir xonadonga bergani keldim, mana yangilik qilishibdi. Shu yerda boqib beraman deyishyapti. Juda ham ko'p, uyda ham 20 ta bor. Keyin tur partiya bosib yotibdi. Bir partiya Ganoydikidan, 3 partiyani ichida 5 tadan 15 ta bor nakauch xolosdi tuxumidan. Jami bo'lib shu 45-50 ta nakauch jo'jani bor xullas bu yilga. Hozir katta partiyadan ham 5-6 ta qoldi. Kichkina partiyadan 20 ta bor. O'sha 20 kunlik, 15 kunlik bo'lgan cho'jalarcha. Bu endi 1 kunlik bugun ochib chiqdi. Buni endi bu kishi boqib beraman deyapti. Xudo akamga topshirib ketyapman. Xudo xolasa kech kuzda olib ketaman bularni. Aziz, xush kelibsiz uka. Rahmat. Pastda boqib beraman deyapti. Endi bu 15 dan pastda boqasiz. Tepasiga men ham 15 ta olib beraman. Ikkita qilsiz ketaydi. Birinchi kuniga ana bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Uylaringga kiringlar, uylaringga. Mana yangi uylaring muborak bo'lsin. Mana birinchi kuniga hozir shirin suv tayyorlab qo'ydingizmi? Shirin suv, doq suv, novvoz suv tayyorlab, 1-2 kun novvoz suv tayyorlab qo'ydik. Mayda donadan olib keldim, keyin nima yem berishlar retseptingizga tashlayman. Chiroyli qilib, ha? Bu nakauch xo'rozni bolalaridan ekan. Bo'ldi. Mana aka. Otasini o'zi chiqyapti. Hozirdan cho'qish bo'lyapti. Dakanda bu dakan, qarang. Bo'ladi qarang. Hozirdan cho'qishaman deydi-ya bular.
Xudo barakasini bersin. Xudo xolisa oktyabr, noyabrlarda bu yerdagilarni keyin katta bo'ladi. Keyin sotuvga qo'yamiz aka. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Mana yangi jo'jalar Xudo xolisa mana issiqlik sharoit qilib qo'yishdi. Yangi aplikalardan mazza qilib bu yerda katta bo'lishadi. Bu bosh chiqdi-da bular polaponlar. Endi boqqani qiynalaman deb bu yerga tashlab ketyapman. Mazza qilib katta bo'lsa kuzda Xudo xolisa ularni avzur qilamiz o'rtoqlar. Ko'pchilikka 15 ta 20 tadan berib qo'yapman. Sotganlarim sotib yuboryapman, qolgani qolyapti o'rtoqlar. Ha o'rtoqlar, mayskiy xo'rozimiz. Cho'ja xo'roz mayskiy. Sotuvda ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. G'oyat ishonch hosil qilib katta tovuqni ham bostirib qo'ya qoldik. Barakasini bersin, bexato ochib chiqsin. Xudo barakasini bersin. Bu yil juda ham ko'p tovuqlar ko'rib bo'ldi, juda ham ko'p tovuqlarga tuxum bostirdik. Xudo xolisa bexato katta qilsak hisob.